xotin. Aha! Pul olib ber. Nimaga? Belim og'ridi, doktorga borib keling. Mang. Xotin 200 ming kamda. Bu nimaga ekan? 500 ming de. Bitta doktorga 500 ming so'mmi? Haydori pora yozishi mumkin-da belima. Kunda kasal bu. Tezroq keling. Hay. Yurmang. Hay. Ha jonim, men hozir boraman. Har doimki joyda ko'rishamiz. Bu yerga qadam yoqmayapti. Bir izingga tushysani? Nargizaxon, sizni bir restoranga olib borib shashlik olib beraymi? Pulini o'zim delayman. Shashlik? Xotin Kim bu? Bu meni doktorim belimda kirishib bor ekan. Men siz uyda davolayman o'zim. Yuring oldimga tushing. Xotin kechir qaytib qilmayman. Hozir belim uzilib ketadi. Ana shuni bo'ladi. Televizorlarda ko'rganman. Girjan ana shuni davolaydilar. Dadasi.